Kutilmaganda uyingizga mehmonlar keladigan bo'lib qoldi. Siz esa tansiq, lekin tez pishar taom tayyorlashingiz kerak. Mana o'sha taom, ya'ni shirali go'sht say taomi. To'liq retseptni posttagida yozib qoldiraman. Demak, ishimizni boshladik. Yupqa to'g'ralgan go'shtga ziravorlar, soya sousi hamda o'simlik yog'ini solib marinovka uchun olib qo'yamiz. Go'sht marinovka bo'lguncha boshqa masalliqlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Keyin qozonga o'simlik yog'ini solib, go'shtimizni solib qovurishni boshlaymiz. Piyozni shunaqa yirikroq to'g'rab olamiz. Biroz qovurganimizdan keyin pomidorni solamiz. Pomidorni suvlari ajralib chiqqandan keyin past olovga 15-20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Keyin sarimsoq, 3 xil rangdagi bulg'or qalampiri hamda pekin karamini solib yana qovuramiz. Xohishga qarab ko'kat solamiz. Sabzavotlarni o'zini so'ka shunaqa ajralib chiqadi va juda ham shirali taom bo'ladi. Albatta oila a'zolaringiz uchun tayyorlab bering. Non botirib yeydigan, tez tayyor bo'ladigan ajoyib taom bo'ladi. Taom yoniga muzdekkina ayron bo'lsa, undan-da a'lo. Bolalikdagi tabiiy ta'mga ega bo'lgan Pure Milky kefirlardan ayron ham tayyorladim. To'liq retseptni postagida yozib qoldiraman. Endi esa bitta like sizdan.